Yechintirib olib chiqish shartmikan videoga? Bo'ldi, tushunarli. Yo, buni yechintirib bo'lmas ekan. Xo'p, do'stlar, bu modelimizning nomi Florencia modeli. Hozir bu modelimizni sizlarga to'liq obzor qilib beraman. Xo'p, kreslo massajyorga o'tirganingizda birinchi sizlarga oyoq funksiyasiga keladigan bo'lsak, sensorli funksiya bo'ladi. Bu o'tirganingizda sizlarning razmeringizga, sizlarning vazningizga qarab turib, o'zi sizlarga moslashib oladi. Keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, yana bitta qiziq funksiyasi bor. O'tirganingizda umurtqa tarafi cho'zib, ishoning, o'tirganda juda maza qiladigan funksiyasi bor. Xo'p, 26 ta avto rejim, 6 ta ruchnoy rejimi bor. Monitorga keladigan bo'lsak, o'zbek monitori, ya'ni o'zbekcha. O'zingiz ham, uydagilaringiz ham qiynalmasdan bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, rejimlariga keladigan bo'lsak, ayollar, erkaklar va yosh kattalar uchun ham alohida rejimlari bor. Bu modelimizga keladigan bo'lsak, narxi